Assalamu alaikum dostlar, yaxşısınızlar? Ben Sümeyye. Bugün sizlerge Toşqan bilen Yolvaz degan kitobni o'qib beraman. Toşqan bilen Yolvaz. Bir kuni Toshqanchoq o'rmonda o'ynab o'tib Yolvazga uchrab qoldi. Qo'rsog'i ichib aron turgan Yolvaz to'liq xushal bo'lib. Yaxshimisan Toshqanchoq? Ajab obdan uchirdim. İçirqab ketgan edim, debdi. Qo'rquvdan g'ovlab titrab ketgan Toshqanchoq qachsa tutilib qolganligini payqamlab. Meni ko'rib turibsiz. Men shundoq kichik, meni eson saymaysiz. Ota-onam doim gapingizni qilib, bo'ri tulkiga yem bo'lguncha Yolvaz shirg'oyam bo'lsang yaxshi bo'ladi, deydi. Shunga sizni boshlab borsam, uchaylarni qo'shib biroqla yesangiz to'yatdingiz, debdi. Bu gapni anglagan Yolvazning ko'zlari o'ynaqishib, sho'lgaylari eqib sal o'ynab olgan keyin umoq bo'pti, o'yinga boshla, sizlarni murodlarga yetkazay, debdi. Toshqan Yolvazni boshlab bir taqlab, ikki taqlab bo'yini oldiga ketdi va Yolvaz aka, sal saqlab turing. Men opam bilan dadamni boshlab chiqay, debdi da uyga bir kirvog'icha chiqmabdi. Yolvaz saqlaverib oxiri bo'lolmay. Toshqanchoq ham Toshqanchoq, hey Toshqanchoq, chiqmamsan, deb varqirabdi. Toshqanchoq, chiqmayman-ku, qandoq qilaydim, deb piqildab kulibdi. Aldanganligini bilgan Yolvaz shuncha qilibdi, Toshqanning uyiga hargiz kirolmabdi. Qop to'xta, kelar qitim oldimga uchirsang, tirikla yutmaydigan bo'lsam, deguncha ketib qoldi. Toshqanchoq va ota-onasi Yolvazdan qo'rqib 3-4 kungacha uydan chiqolmabdi. Yeydig'ini tugab ketganligini ko'rgan dada Toshqan, men bozorga borib ko'pdan o'lib kelay, ochliqdan o'lib ketmayli yana, deb bozorga taraddudlanayotganda Toshqanchoq, dada, Yolvaz uchrab qolsa qanday qilarsiz, debdi. Qo'nilar boshqa kelganda botur, debdikan. Bir gap bo'lar bolam, deb yo'lga ravon bo'pti. Darvaga bozordan qaytishida hiliqi Yolvazni uchrab qoldi.